Qachonki futbolchi qimmat narxda top klubiga o'tsa, undan mo'jiza kutishadi. 95 million yevro evaziga Manchester Unitedga kelgan Antoni esa mo'jizani yarata olmadi. Nimaga va qanday qilib u hozir yana tirildi? Bu videoda hamma savollarga javob bilib olasiz. Do'stlar, meni hayratda qoldirishni to'xtatmayapsizlar. O'tgan videoda atigini 2 soat ichida 1000 ta like yig'dinglar. Bu bizni kanalimizni rekordi. Agarda yangilar bo'lsam, tushuntirib o'taman. Qachonki bizni videoyimiz 1000 ta like yig'adigan bo'lsa-da, o'shanda yangi video chiqadi. Shuning uchun hammasi o'zingizlarni qo'lingizlarda. Like bosdinglar, video chiqdi. Like bosmadinglar, men mazza qilib dam olaman. Yana bitta muhim narsa, videolarimizda tomosha qilayotgan odamlardan faqatgina 10% kanalimizga obuna bo'lgan ekan. 900 ming ta odam bizni obunasiz tomosha qilyapti. Agarda hamma obuna bo'ladigan bo'lsa, biza 1 million ta bo'lamiz. Bu deyarli adashmasam Toshkentni yarimi. Shuning uchun tarixga kirgis kelsa, hoziroq obuna bo'lib qo'ying. Biz bilan futbol qiziqarliroq. Bugungi videoda biz psixologiya tomonidan eng kuchli futbolchi haqida gaplashamiz va bu hazil emas. Qisqacha yaxshilab o'tirib oling, yeyishki narsalar oling, chunki biz boshladik. Favela ichida boshlangan orzu. Antoni 2000-yili Braziliyaning Osasco nomli qashshoq hududida tug'ilgan. U yashagan joyda jinoyatlar va umidsizlik oddiy hol edi. Ko'chada yalangoyoq futbol o'ynash uning bolaligidagi yagona akademiya edi. Otasi kichik mashina mo'ykasida ishlab, unga to'p olib berishga harakat qilardi. U San Paulo akademiyasiga kirganida uni ko'pchilik e'tiborsiz qoldirgan. Chunki u juda ozg'in edi. Bo'yi ham kichik edi va futbolni faqatgina ko'chachasiga o'ynashni bilardi. Ammo qanchalik uni odamlar mensimasa ham, u faqat va faqat oilasi bunaqa qashshoqlikdan chiqishi uchun taslim bo'lmagan. Va vaqt o'tgach, o'zining boshqalar uchun nozik tomonini o'zini foydasi uchun ishlatishni o'rgangan. Va qarabsizki, 2018-yilda u San Paulo asosiy jamoasida ilk bor maydonga tushdi. Keyingi yilgacha esa u 4 o'yinda qatnashib, bitta gol urdi. Ammo shuni o'zi uni Braziliya terma jamoasi Olimpiadaga chaqirishi uchun yetarli bo'ldi. 2020-yilda Tokioda u Neymar o'rnini bosuvchi sifatida maydonga tushdi. Finalda esa Ispaniyani yengib, Braziliya tarkibida birinchi oltin medalini qo'lga kiritdi. Bu muvaffaqiyat ortidan 2020-yilda Ajax uni 15 million yevroga sotib oldi. Niderlandiyada ko'pchilik undan birdaniga mo'jiza kutmagan. Yevropaga endigina qadam qo'ygan braziliyalik uchun bu bosqich aslida sinov edi. Lekin Antoni kutilmagan tarzda tezda ko'zga tashlana boshlangan. Ilk mavsumini o'zida 9 ta gol va 8 ta assist. 2021-22 mavsumda Antoni Chempionlar Ligasida alohida yorqinlashdi. Ayniqsa Borussia Dortmundga qarshi bahslarda u jamoaning eng faol futbolchisi bo'lgan. Qisqacha u 6 ta o'yinda 2 ta gol va 4 ta assist uzatgan. Bilasizmi, o'sha Ajaxda Ten Hag unga to'liq erkinlik bergan va shuning uchun Antoni o'zining maksimumini namoyish etgan. Shuna qilib Ajaxda u jami 82 ta o'yinda 28 ta gol urib, 22 ta assist uzatgan. Keyin esa 2022-yil yozda deyarli barcha top jamoalar braziliyalikka qiziqishni bildirishgan. Ayniqsa unga Liverpool shaxsan Jurgen Klopp uni kelajak Muhammad Salah deb ko'rgan. Yo'q, bu hech qanaqa hazil emas. Bu haqida Telegramimizda ham gapirib o'tganmiz. O'sha paytda Antoni 40 million turishiga qaramay, Ajax uni 80 milliondan kamga sotmayman deb turgan. Va shunaqa xabarni eshitgan hamma grand jamoalar Antonidan voz kechishdi. Ammo Manchester United 80 milliondan pulmi deb 95 millionga Antonini xarid qilishgan. O'sha paytda bu odamlarning ko'ziga g'alati transfer deb ko'ringan edi. Chunki albatta Antoni yaxshi o'yinchi edi, ammo 95 million yevro bu juda ham jiddiy pul. Va shu narxini oqlay oladimi degan savollar tug'ilgan edi. Va bilasizmi, birinchi o'yinini o'zida u Arsenalga qarshi gol urib, muxlislarga umid berishni boshladi. Keyin esa Everton va Charlton darvozasiga ham gol kiritdi. Va mana endi United muxlislari Lubboy jamoangga ham javob deb turgan joyda u injiqlik qilib 20 ta o'yinda na gol urdi, na
assist uzatdi. Shundan keyin esa Braziliya yulduzi faqatgina bir oyoqlik futbolchi deb tanqid qilinib boshladi. Fintlari deyarli bir xil, himoyaga qaytmaydi, paslari esa uncha yaxshi emas. Keyin esa Manchester Unitedning afsonasi Roy Keane Antonini shunday tasvirlab berdi. U qimmatbaho o'yinchi, ammo Premier Liga darajasiga emas. Va menimcha bor haqiqatni aytdi. Xo'p, mayli, birinchi mavsum endi APLga bittida hamma kuni kib ketolmaydi deb United muxlislari uni yonidan olishni boshlashdi. Ammo 2023-yil bundan ham chato bo'ldi. Qarabsizki, shaxsiy hayotida muammolar paydo bo'lgani tufayli uni klubi vaqtinchalik jamoadan chetlatdi. Ya'ni o'zining muammolarini hal qilib olib, keyin esa futbolga sekin qaytishi uchun qisqacha gapirganda uni yonini oldi. Maydonga qaytganida ham harakatlarda ishonchsizlik, charchoq sezilardi. Bu mavsumning oxirida esa u 38 ta o'yin o'ynab, 3 ta dona gol urib, 2 ta assist uzatdi. Yozda jamoa uni sotishga harakat qildi, ammo Saudiya jamoalaridan tashqari boshqalarga u hech ham qiziq bo'lmadi. Andani esa Saudiyaga ketishni istamadi. Keyin esa kuzda jamoaga yangi murabbiy keldi. Amarim. U esa ichida olov yo'q bo'lgan, jamoa uchun borini bermaydigan o'yinchilarni darhol cheklatishni boshladi. Shunday qilib, Marcus Rashford Aston Villaga, Antony esa Real Betisga ijaraga ketishga majbur bo'lishdi. Shuna qilib, yangi jamoa, yangi chempionat, yangi mamlakat. Hammasini noldan boshlash vaqt keldi. Manuel Pellegrini, Real Betisning bosh murabbiyi. Bu o'yinchi juda ham iste'dodligini, ammo o'ziga bor ishonchini yo'qotganini bilardi. Shuning uchun unga taktikalarni o'rgatib o'tirishning o'rniga Antoniga erkinlik berdi. Va shuning uchun braziliyalik birinchi 3 ta o'yinida jamoaning eng yaxshi o'yinchisi deb topildi. Hozirda esa u 21 ta o'yinda 8 ta gol urib, 5 ta assist uzatdi va jamoasini konferensiya ligasini finaliga ham olib chiqdi. Yerda yaqinda ular Chelsea ga qarshi o'ynashadi. Hali mavsum yakunlanmaganiga qaramay, Bavariya, Barselona va Atletico Madrid jamoalari allaqachon uni sotib olishmoqchi. O'yinchi esa hali indamadi. Lekin men o'zimning fikrimni bildiradigan bo'lsam, u hozir Real Betisda kamida yana 1 yil o'ynashi kerak. Betisning muxlislari esa allaqachon uni Manchester Uniteddan sotib olish uchun pul yig'ishni boshlashdi. Va shunaqa muxlislar borki, Antony o'zini zo'r his qiladi deb o'ylayman. Do'stlar, 1000 ta laykni 2 soatda yig'ganiga qaramay 4 kun video chiqmadi. Bilasizmi nimaga? Chunki bu videoga ma'lumotlarni topish oson bo'lmadi. O'sha gap 1000 ta layk yig'iladigan bo'lsa, men darhol kompyuter va telefonimni olib sizlarga yangi kontent qilishni boshlayman. Shuning uchun hammasi o'zingizlarni qo'linglarda. Yo'kida menga dam berasizlar, yo'kida meni ittish. O'tgan videodagi o'yinchini har doimdek ko'p odam topdi. Albatta bu Ronaldo Araujo edi. Keling, mana shu futbolchini topib ko'ring. Har doimdek birinchilar qatorida to'g'ri javobini yozgan va albatta kanalimizga obuna bo'lgan odamlar keyingi videoda chiqadi. Va yana bitta narsa, Telegram kanalimga obuna bo'lib qo'ysangiz, juda xursand bo'lardim. Havolani sizga izohlarda qoldirib ketaman. Siz bilan esa Jonim futbolim kanalida. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.